Salom. Ushbu videoda ADS Consultancy platformasida kompaniyangizga odamlarni qanday taklif qilishni ko'rsatamiz. Hisobni yaratgan shaxs kompaniya bilan bog'liq barcha odamlarni taklif qilish uchun javobgar hisoblanadi. Bunga kompaniyaning rasmiy ro'yxatdan o'tish hujjatlarida ko'rsatilgan barcha direktorlar, kotiblar, aksiyadorlar, shuningdek kompaniyada ishlaydigan barcha xodimlar, subkontraktorlar kiradi. Boshlash uchun ekranning chap tomonidagi Mening hisobim bo'limiga kiring. Kompaniyalar bo'limini tanlang. So'ng kompaniyangiz nomiga bosing. Sahifaning eng pastiga tushib, tahrirlash tugmasini bosing. Keyin taklif etish tugmasini bosing. Taklif qilmoqchi bo'lgan shaxsning rolini tanlash uchun qalqib chiquvchi oyna ochiladi. Tanlayotgan rol kompaniyadagi haqiqiy lavozimiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Direktor, sekretari, shareholder, employee, subkontraktor. Agar kompaniya rollari haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bu mavzudagi videomizni tomosha qiling. Havola tavsif qismida va ekrandagi tavsiya oynasida mavjud. So'ng taklif qilmoqchi bo'lgan shaxsning email manzilini kiriting va jarayonni yakunlash uchun taklif etish tugmasini bosing. Taklif etish tugmasini bosganingizdan so'ng, tizim siz qo'shgan shaxsga email yuboradi. Shuni tushunish muhimki, u kompaniyada rasmiy ravishda paydo bo'lishdan oldin bir nechta qadamlarni bajarishi kerak. Kompaniyaga qo'shilish taklifini qabul qilish uchun email pochta qutingizni tekshiring va taklif xabarini oching. Agar hali hisobingiz bo'lmasa, ushbu email manzili bilan ADS Consultancy platformasida ro'yxatdan o'ting. Taklifni qabul qilish uchun hisobingizdagi kompaniyalar bo'limiga o'ting va qo'shilmoqchi bo'lgan kompaniya yonidagi qo'llash tugmasini bosing. Mana shunday, siz kompaniyangizga muvaffaqiyatli tarzda odam taklif qildingiz. Esda tuting, kompaniya faoliyatida ishtirok etadigan barcha shaxslarni tizimga taklif qilish juda muhimdir. Ko'rganingiz uchun rahmat.